Tasavvur qiling, siz endigina 19 yoshga kirgan oddiy yigitsiz. Bugun esa oddiy kun emas. Siz bir kun davomida Amir Temur qo'shinida yashab ko'rasiz. Sovuq tongda ko'zingizni ochasiz. Tashqarida otlarning ovozi eshitiladi. Yuragingiz tez ura boshlaydi. Chunki bugun siz haqiqiy jangchilar orasidasiz. Siz sekin o'rningizdan turasiz va yoningizdagi og'ir temir zirhga qaraysiz. Uni kiyish qanchalik qiyinligini endi his qilyapsiz. Chodirdan tashqariga chiqishingiz bilan ko'z oldingizda ulkan harbiy lager paydo bo'ladi. Minglab askarlar, qurollar va o'tlar. Siz esa hayrat bilan atrofga qaraysiz. Endi siz oddiy odam emassiz. Siz Amir Temur lashkaridagi sarbozlardan birsiz. Sizga bir ot biriktiriladi. Uni jangga tayyorlashingiz kerak. Qo'llaringiz bilan egarning tasmasini mahkamlaysiz. Uni oziqlantirasiz. Ichingizda esa qo'rquv bor. Chunki bugun uzoq yurish boshlanadi. Birdan katta navoralar yangray boshlaydi. Barcha askarlar bir zumda safga tiziladi. Siz ham ularga qo'shilasiz. Yuragingiz tobora tez urmoqda. Chunki bu atmosfera muhitga birinchi marta tushyapsiz. Atrofdagi jangchilar esa juda jiddiy ko'rinadi. Endi ortga yo'l yo'qligini his qilasiz. Qo'shin uzoq safarga chiqadi. Siz minglab askarlar bilan birga chang bosgan yo'llarda yurishni boshlaysiz. Quyosh asta ko'tariladi. Zirhingiz tobora og'irlashadi, lekin hech kim shikoyat qilmaydi. Chunki bu yerda faqat kuchlilar yashab qoladi. Kun o'rtasiga kelib jazirama issiq boshlanadi. Og'zingiz qurib ketadi. Oyoqlaringiz charchoqdan zo'rg'a yurmoqda, ammo qo'shin to'xtamaydi. Siz esa ichingizda bitta savolni o'ylaysiz. Haqiqiy jang boshlansa nima qilaman? Nihoyat tun tushadi. Siz boshqa askarlar bilan olov atrofida o'tirasiz. Qo'lingizdagi quruq nonni sekin yeysiz. Atrof jimjit. Faqat olovning shitirlashi eshitiladi. Kechaning yarmida ham uxlay olmaysiz. Chodir tashqarisidan otlarning tovushi eshitiladi. Ba'zi askarlar ertangi jang haqida gaplashmoqda. Siz esa qorong'ulikka tikilib yotasiz. Ichingizdagi qo'rquv asta-sekin kuchaymoqda. Bugun sizga tungi qo'riqchilik vazifasi topshiriladi. Qo'lingizda nayza bilan yolg'iz turibsiz. Sovuq shamol yuzingizga uriladi. Har bir shovqin sizni sergak qiladi. Chunki dushman istalgan payt hujum qilishi mumkin. Birdan lager bo'ylab urush nog'oralari yangraydi. Askarlar yugurib chiqishni boshlaydi. Siz ham nima bo'layotganini tushunmay zirhingizni ushlaysiz. Dushman yaqinlashayotgani haqida xabar kelgan edi. Endi haqiqiy qo'rquvni his qila boshlaysiz. Shu payt uzoqdan Amir Temur ko'rinadi. U qora ot ustida qo'shin orasidan sekin yurib kelmoqda. Hamma jim bo'lib qoladi. Siz esa hayrat bilan unga qaraysiz. Uning nigohida g'alabaga bo'lgan ishonch bor edi. Amir Temur askarlarga qarab baland ovozda gapira boshlaydi. Biz albatta yengamiz. Siz ham asta-sekin o'zingizga ishonch topa boshlaysiz. Nihoyat jang boshlanadi. Siz ot ustida oldinga qarab harakat qilasiz. Atrof chang va baqiriqlarga to'lib ketgan. Tepangizdan o'qlar uchib o'tmoqda. Yuragingiz qattiq ura boshlaydi. Siz endi haqiqiy urush ichidasiz. Dushman askari sizga yaqinlashadi. Qo'lingizdagi qilichni mahkam ushlaysiz. Qo'rquvga qaramay jang qilishga majbur bo'lasiz. Temirlarning to'qnashuvi quloqlaringizni qomatga keltiradi. Tobora shafqatsizlashmoqda. Atrofda yiqilgan askarlar va chopayotgan otlar ko'rinadi. Siz esa zo'rg'a oyoqda turibsiz. Birdan qo'lingizga zarba tegadi. Og'riq butun tanangizga tarqaladi. Siz yerga o'tirasiz va yarangizni ushlaysiz. Atrof esa hali ham jang maydoniga o'xshaydi. Shu onda urushning haqiqiy dahshatini tushunasiz. Yon tomoningizdagi yaqin do'stingiz ham yaralangan edi. Siz uni tortib xavfsiz joyga olib chiqishga harakat qilasiz. Uning nafasi og'irlashmoqda. Atrofdagi qichqiriqlar esa yuragingizni battar siqib yuboradi. Jang tugamagan bo'lsa ham qo'shin dushman qalasiga yaqinlashadi. Ulkan devorlar oldida o'zingizni juda kichik his qilasiz, lekin hech kim ortga qaytmaydi. Chunki Amir Temur qo'shini faqat oldinga yurardi. Qalaga hujum boshlanadi. Yong'inlar osmonga ko'tariladi. Siz boshqa askarlar bilan birga og'ir qurilmalarni oldinga surasiz. Charchoqdan holdan toygan bo'lsangiz ham to'xtash mumkin emas edi. Nihoyat qala ichiga kirishga muvaffaq bo'lasiz. Atrofda tutun va vayronalar. Jangdan keyingi sukunat juda g'alati tuyuladi. Siz esa omon qolganingizga hali ham ishona olmayapsiz. Ba'zi askarlar g'alabani nishonlashni boshlaydi, ammo siz
chetroqda jim o'tiribsiz. Bugungi jang ko'zingiz oldidan ketmayapti. Siz bugun bir necha soat ichida butunlay boshqa odamga aylangandek edingiz. Bir necha kundan keyin qo'shin Samarqand tomon qaytadi. Uzoqdan moviy gumbazlar ko'rina boshlaydi. Siz chuqur nafas olasiz. Nihoyat uyga qaytayotganingizni his qilasiz. Quyosh asti chiqmoqda. Siz tepalik ustida turib Samarqandga qaraysiz. Kecha siz oddiy yigit edingiz. Bugun esa Amir Temur qo'shinida omon qolgan sarbozsiz. Va endi siz bu hayotning naqadar og'ir bo'lganini hech qachon unutmaysiz.